Bekorga 20 yil kafolat Bekorga 20 yil garantiya bermayapmiz. 100 kvadratdan ko'p bo'lsa, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga 50% yo'l kirasini ko'taramiz. Birinchi bo'lib kelib sizga aytayotgan narsam, bu fasadni plitkani qilgandan keyin orqasidagi rekalari qayrilib ketadi deb o'zim ham o'ylaganman aka. Qish kunida ko'pchilik beton sohasi dam oladi deganlarga ishlab chiqarishimiz xudo xolasa umuman to'xtamaydi. O'zi xohlagan rangni, menga shu rang kerak deydigan bo'lsa, mutaxassislarimiz xuddi shu rangni mijozimizga chiqarib beradi. Ranglarimiz polniy quyma bo'ladi. Endi qoliplar shumi endi? Qoliplar shu ishlayotgan, mana o'zimizda 2 yil, 3 yildan beri ishlayotgan qoliplarimiz mana. Mana shu eng sifatli qolip bo'ladi, chunki sifatli qolipdan sifatli mahsulot ola olasiz. Biz boshlaganimizda biz 38 kvadrat qolip bilan boshlaganmiz. Hozirgi kunda ob'yomimiz hamma biladi 400-500 kvadrat. Bu yerga kelgan biznes boshlash uchun kelganlarga to'liq 0 dan 100% gacha o'rgatamiz. Biz hali bironali ko'p joy olib qoladi, bitta. olib qoladi. Yo'q, biz siri bo'ladi. Hamma sirini ochib beramiz kartani. Oyoqqa turguncha klient bilan ta'minlab turamiz. Bu juda ham zo'r imkoniyat, rostdan ham zo'r imkoniyat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun Andijon shahrida joylashgan Gold Euro Fasad korxonasiga kelganman. Hurmatli obunachilar, bu korxonada fasadingiz uchun turli xil fasadli plitkalarni topishingiz mumkin. Mana ko'ringlar, assortimenti juda ham ko'p xildagi assortimentga ega korxona bo'ladi. Shu fasadli plitkalarning narx-navolari hamda shu biznesni 0 dan 100% gacha bo'lgan jarayonda shu joydan o'rganishingiz mumkin. Bu yerda Davronbek aka degan akamizga endi turli xil sovg'alarni beramiz, narx-navolari hamda bu biznesni qilish uchun nechta pul bo'lishi kerak, nechta pul bilan boshlash kerak, shu haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Sizlar videoni kuzatib boraverasizlar. Ozgina qilgan mehnatimizni qadrlab, bittadan like bosib qo'yinglar. Biz boshladik, hurmatli obunachilar. Davronbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sizimsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi kelib oldinglarmi? Rahmat, Davronbek aka. Endi obunachilar bilan ham bitta so'z Assalomu alaykum obunachilar, ukamizni qo'llab-quvvatlovchilar. Davronbek aka, endi birinchi bo'lib bu plitalarda narx-navolari hamda kafolat kafolatlarini aytib o'ting. Hozirgi kunda fasadli plitkalarimizga 20 yil garantiya beryapmiz. Narx-navolarimiz hali o'zgargani yo'q. Juda ko'p sizni obunachilaringizdan bilsa kerak, o'zimiz obunachilar ham narx-navolarimiz 65 ming so'mdan 120 ming so'mgacha. Hozirgi kunda narx-navolarimiz o'zgargani yo'q. Chidamligi shu issiqqa chidamlik, mo'yshik, har kuni bemalol kachilab yursa ham bo'laveradigan fasadli plitka bo'lyapti hozir. Mana Davronbek aka, mana birinchi bo'lib kelib sizga aytayotgan narsam, bu fasadli plitkani qilgandan keyin orqasidagi rekalari qayrilib ketadi deb o'zim ham o'ylaganman aka. Shuni bir obunachilarga ham aytib o'taylik. Bizga ham tushadigan savol, qayrilishi mumkin. Terak rekalardan taxtasidan qilib qo'yadigan bo'lsa qayriladi, lekin sasna, lisvaylardan qilinyapti. 12 etaj domlariga do chiqyapti hozir. 6 etaj, 12 etaj domlariga dovir. Xudo xolasa kafolati bor 20 yil. Shu rekaga qilsa. Endi profilga ham qilsa bo'ladi. Ko'pchilik savol beradi, profilga qilsa bo'ladimi deydi. Bo'ladi profilga. Profil qalini bo'ladi. Yuqqasi bo'ladi. Hozirgi kunda o'zimizda ko'proq kuzatib boryapmiz. Anaqa bo'lyapti. Nima deydi? Patoloshni profillarga qotirib qo'yyapti. Unda chaqirash ko'proq bo'lib qoladi. Lekin reka qiladigan bo'lsa, mustahkamligi ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa, sasna rekalar chirimaydi, bel bermaydi. Endi uni ham ustasiga qildirishga bog'liq. Chumchuq so'sa ham, qassob so'sin, ustalarimiz qilyapti. Hozirgi kunda 20 yil garantiya beryapmiz. Albatta. Davronbek aka, mana men o'zim ham injiqroqman. Undan oldingi intervyuzni ham berganingizni ko'rdim. Aytyapsiz, misol uchun mana shu fasadli plitkani chiqarish bilan ishlab chiqarishning farqi bor. Albatta. Yaxshi, zo'r ichiga qo'shiladigan sementi bormi, nimasi bo'lsa, rangi bormi, hammasini joy-joyiga qo'yib chiqarsa, sizni klientingiz ko'proq bo'laveradi deyapsiz.
Hozirgi kunda ham mana shu narsaga- alhamdulillah mana sovuqni ko'ryapsiz o'zi. Chillada ham to'xtamaymiz. Chunki bu narsamiz trendga chiqqan. Trenddan ham birinchisi sifati. Sifat bo'yicha gapni ochaman bu yerda hali konkurent deydi, biz konkurent hisoblamaymiz. Juda ko'pchilik aytishi mumkin. Atrofdan 5-10 ming so'm kvadratimiz qimmat. Lekin ishimizni sifati shunga javob beradi. Bekorga 20 yil kafolat Bekorga bermayapsiz. 20 yil garantiya bermayapmiz. Ko'p joyda bizda 85 ming sotilayotgan narsalarimiz, misoliga 100 ming, 120 ming sotilayotgan narsalarimizni ancha farqi bor. Lekin xuddi tashlaqil quyib beramiz desak, mijozlarimiz kerak emas bizga deydi. Bizni biladi Gold Euro fasadni. Misol O'zbekistonning 12 ta viloyati, mana Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlarga do fasadli plitkalarimiz chiqadi shu yerdan yuklanib. Demak, O'zbekistonning xohlagan hududidan bo'lsin, xoh qo'shni respublikadan bo'lsin, Albatta. Isuzuga yuklab yoki Furaga yuklab jo'nataverasizlar. Asosan hozirgi kunda shunaqa bo'lyapti. Yo'l kiralarimiz dastavkasi bormi deb hozir mana shu qolib ketyapti savol. Dastavkasi bormi deganlarga 100 kvadratdan ko'p bo'lsa, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga 50% yo'l kirasini ko'taramiz. Korxonamiz tomonidan. Tushundingiz degan umiddaman, hurmatli obunachilar. Ya'ni yarmini Gold Euro fasad to'laydi, yarmini sizlar to'laysizlar. Dastavka, ya'ni yetkazib berish xizmatini. Endi sifatga keladigan bo'lsak, mana aylantirib Keling, ko'rishingiz aylantirib mumkin. yurib ko'rsatib Juda ham sifatli fasadli plitkalarimiz. Reklamada shu devorda qaysi rangni ko'radigan bo'lsa, qanday holatda ko'rishidan qat'iy nazar mijozimizga yetib boradi shu holatida. Mana u ham Bunimiz misol mana paltarashkamiz, mana Mantana yangi chiqqan sovuqlarimiz, ommalashgan lazerli plitkalarimiz, mana Skolti, Canyon, barcha yangiliklar Gold Euro fasadda chiqadi. Xudo xolasa 2026-yilga juda katta tayyorgarlik ko'rdik. Hozirgi kunda buni o'zimizni saytlariga ham qo'yamiz. Endi kelib qoldi, sizga ham beramiz. Bu ma'lumotni berishimiz kerak. Mana lazerli toshimizga 3D variant tegisi lazerli toshimiz yangi ko'rinish chiqyapti. Undan tashqari paltarashkamizga ham 3 xil modeli chiqyapti. Xuddi shu razmerda. Prosta mana toshlari juda ham go'zal. 2 xil sovuqlimiz. Hozir 6 xil, 7 xil yangiligimiz bor 2026-yilga. zo'r. Keyin retseptlarimiz ham umuman mutlaqo o'zgaryapti hozirgi kunda. Retseptlarimiz ham yengil toshlarimiz. Hozir nariga ofisga chiqqanda, showroomga chiqqanda ko'rsatamiz. Kroshkali yangi toshlarimiz ham chiqishni boshladi, xudo xolasa. Tez kunlarda bular ham. Zo'r. Xo'p, bu yoqlarda ham hozir ko'rsatamiz. Mana sizni uyingiz deylik, xoh tashqi fasadingiz, uyingiz ichi deylik, xoh tashqi fasadingiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi, davlat. Albatta. Mana so'kilini ko'rishingiz mumkin. Mana yonboshlariga ham mana bu nima deydi? Ugul burchaklarimiz ularimiz. Xuddi shunaqa. Kimdir ugul burchak qilyapti, kimdir mana keladigan bo'lsangiz, mijozlarimiz, ustalarimiz mijozlarimizga qarab, kayfiyatiga qarab qilib beryapti. Ko'p joylarimiz mana ugul burchaklarimiz tunkadan ham bo'ladi. Bo'zo, Davronbek aka, ishlab chiqarish joylarini ham, albatta, jarayonlarini ham ko'rsatamizmi? Albatta ko'rsatamiz. Mana qishki kunida ko'pchilik beton sohasi dam oladi deganlarga ishlab chiqarishimiz xudo xolasa umuman to'xtamaydi. Chunki sifat birinchi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, mijozingiz ham ko'p bo'ladi. Xudo xolasa dam olishga vaqtimiz ham yo'q hozirgi kunda. Zo'r. Davronbek aka, hozir shu videoda umuman kesmaymiz. Boshqa to'g'ri mana shu ishlab chiqarish sexi. Bo'ladi. Endi anaqaroq mana motomonlarni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik Davronbek aka. Bemalol ko'ra oladi. Xohlagan joyingizni, misol uchun mana shu yerda mana videoda ko'ryapsiz. Shu joy, xuddi shu joyni shuni skrinshot qilib, menga mana shu fasaddan qancha kvadrat kerak desanglar yoki bo'lmasa Telegramdan aloqaga chiqsanglar, bu akalarimiz mana xuddi shu narsa deb ishlab chiqarilayotgan jarayonni ham sizga bemalol ko'rsatib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib. Mana mono sveti ham juda ham neobishniy ekan. Bu high-tech uslubida qilinganlari bular. Ko'p. Endi bu yerda ranglarimiz ko'p. 50 xil turdan oshiq ranglarimiz. Mijozlarimiz yana bir qator aytamiz, Gold Euro fasad, sifat va kafolat. O'zi xohlagan rangni, menga shu rang kerak deydigan bo'lsa, mutaxassislarimiz xuddi shu rangni mijozimizga chiqarib beradi. Ha, keyin bu yerda yo'q ranglar bo'ladigan bo'lsa ham
o'zi xohlagan rangini chiqarib beramiz. Keyin Davronbek aka, misol uchun oqimi uncha emas. Manaqa qizil yoki yana boshqa oqdan boshqa qora, manaqa svetlar quyoshda rangi o'ngiydi. Ranglarimiz quyma bo'ladi. Shu anaqa uchun bir qator o'tib ko'ramiz hozir ishlab chiqarishlar. Mana bu yerda mijozlarimizga quyilayotgan zakaslar mana o jala quduqqa chiqib ketadi hozir Arabboy degan bolaga. Mana bu yoqda ham ertamanda pogruskalarimiz bo'ldi. Mana klient ko'rsatib qo'ying, ona lab asl laboga Jalaquduq Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga chiqib ketyapti. Mana kelading. Kelaveringlar mana. Mana ishlab Bu yerda jarayon. ishlab chiqarilayotgan jarayon. Mana ranglari o'chib ketami deganlarga ranglari hammasi quyma bo'ladi. Bu tomiriga aralashadi ranglar. Mana bu yerda ish jarayoni ketyapti. Mana quritadigan joyi ekan-da. Bu sushilka bo'ladi. Mana bu yerda high-tech quyishyapti hozir mana. Mana bu yerda 3 ta sushilkamiz bor, katta-katta. Mana ranglarimiz polniy quyma bo'ladi. Shu fasadli plitkalarimizga 20 yil garantiya beryapmiz. Endi bizda juda ham turlari ko'p. Aytdim, 30 xilga yetdi. Hozir yangiliklarimiz bilan bu yil bir 37-38 xil turga yetadi. Xo'p, bu biznesni ham o'rgatib qo'yishga sharoitlar bormi? Albatta, bu yerga biznes o'rganish uchun kelganlarga yotoq sharoitlarimiz, обучение kurslarimiz mutlaqo besplatniy, bir mahal issiqovqati. Endi qoliplarimiz narxlariga keladigan bo'lsak, qoliplarimiz $130 dan $210 gacha. $130 garantiya berilmaydi. $195-210 qoliplarimizga hozirgi kunda 5 yil garantiya beryapmiz. Endi qoliplar shumi endi? Davronbek. Qoliplar shu ishlayotgan, mana o'zimizda 2 yil, 3 yildan beri ishlayotgan qoliplarimiz mana. Mana shu eng sifatli qolip bo'ladi, chunki sifatli qolipdan sifatli mahsulot ola olasiz. Sifatsiz qolipdan juda ko'p joydan olishib olyapti bolalar. Mana kelyapti. Uni ko'rdik, buni ko'rdik, oxiri sizlarda to'xtadik deyapti. Sifatli qolipdan sifatli mahsulot ola olasiz. Biz qoliplarimizga 20 yil garantiya beryapmiz. Hozirgi kunda. Zo'r. Bu bolalar endi ishchimi yo shogirdlar? Bu bolalar ishchilarimiz, ishlaydigan bolalar, hammasi shogird, ishlaydigan bolalar. Sizlar necha pul topasiz bir kunga? Bir kunga aniqligi 150 ming, 200 ming. 150 ming, 200 ming. Demak, 3,5 million, 4 million atrofida Yo'q. pul topishadi. Bir oyda maksimum bu haligi obeddan keyin keladigan bola, o'qishi bor. O'qishini tugatib keladi va bu bolalar mana kuniga ishlaydigan bo'lsa, kvadratiga pul beramiz bularni. 3 kishi 50 kvadrat quyaveradi. 3 kishi 50 kvadrat 750 ming so'm bo'ladi. 50 kvadrati. Ha. 15 ming so'mdan kvadratiga beramiz bularni. Mana bularni duh sloylariga, adnotonilariga 10 ming so'mdan pul beramiz. Bular faqat duh sloy qo'yadi. 50, 55, ash kuniga 300 ming, 350 mingga qadar ishlashadi. Boyvacha ekasizlar-da. Blogerlardan ham ko'p topasizlar ekan-da. Yaxshi, Davronbek aka, endi-chi, shu biznes haqida ham bir 0 dan boshlab 100% gacha bo'lgan, jicha ozgincha o'zingiz fikrlaringizni Bu yerga qolip bilan boshlagansiz. Shular biz boshlaganimizda biz 38 kvadrat qolip bilan boshlaganmiz. Hozirgi kunda ob'yomimiz hamma biladi 400-500 kvadrat. Yana 4 ta sushilkamiz tayyor bo'lyapti. Xudo nasib qilsa, u yerda yangiliklarimiz bilan qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, 600-700 kvadrat kuniga ob'yom chiqaramiz tez kunlarda. Bir oyda ichida. zo'r. Xudo xolasa uni Yangiliklarimiz ham hamma yo'q chiqadi, xudo xolasa. Bu yerga kelgan ash biznes boshlash uchun kelganlarga to'liq 0 dan 100% gacha o'rgatamiz. Biz hali bironali ko'p joy olib qoladi, bitta. Ha, olib qoladi. Yo'q, Biz siri bo'ladi deydi. Hamma sirini ochib beramiz kartani. Kelib o'zini viloyatida, o'zini davlatida biznes boshlasa, oyoqqa turguncha klient bilan ta'minlab turamiz. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Rostdan ham zo'r imkoniyat. Oyoqqa turguncha ta'minlab turamiz. Zo'r. Xohlagan viloyatdan, respublikadan kelaversin yotoq joylardan. Yotoq sharoitlarimiz bor. Shogirdlarimiz ham juda ko'p. Biz asli. Misol O'zbekiston 12 ta viloyatida, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya,
Zambiya, Amerika juda ko'p davlatlarga chiqardik. Amerikalardan ham Ha, o'zimizni profilimizda bor. Jo'natgan odamlarimiz ham yaqinda yana chiqardik Vladimir degan bolaga. Xudo xolasa bor. Hamma joyda shogirdlarimiz. zo'r. Kelib biznes to'liq boshlasa bo'laveradi, imkoniyati bor biznes boshlashlik uchun. Yaxshi. Davron bey aka, endi ma'lumotlarimiz endi tugadi. To'liq bo'ldi, ma'lumotlarimiz xudo xolasa. Qolganini telefon qilib savollari bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol so'rasa bo'laveradi. Shu sohada savoliga javob beramiz 100%. Zo'r. Hurmatli obunachilar, ko'rgan vaqtingizga, ketkizgan vaqtingizga, videomizni shu joyigacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.